Muhammad Solih vodiyda o'lish taqiqlangan. 6-qism Erk partiyasi. Nihoyat 1990-yilning fevral oyida sof siyosiy maqsad tashigan ilk tashkilot qurildi. Bu Erk partiyasi edi. Bu tashkilotni qurib unga nom berganlar ham birlikni qurib unga nom bergan adiblar edi. Winston Churchillning bir gapi bor. Ba'zilar e'tiqodlari uchun partiyalardan voz kechadilar, ba'zilari esa partiyalari uchun e'tiqodidan voz kechadilar, degandi bu ingliz siyosatchisi. Biz e'tiqodimiz uchun birlikdan voz kechib, Sovet ittifoqi tarixida ilk milliy partiya bo'lgan Erk tashkilotini tuzdik. Chunki bizning e'tiqodimiz, umr bo'yi orzu qilgan hadafimiz yurtimizning mutlaq ozodligi, uning tom ma'nodagi erki edi. Birlik partiyasiga kirgan KGB sarqiti kommunistlar esa o'zbeklar SSRdan ayrilmasligi kerak, avval demokratiya, keyin mustaqillik degan shiorni ko'tarib chiqdilar va Erk partiyasi muassislarini birlikni parchaladi deya aybladilar. Biz esa davlat mustaqilligini har narsadan ustun qo'ydik. Saylov. 1990-yilning 18-fevralida O'zbekiston Oliy Kengashiga saylov o'tkazildi. Bu saylovga professorlar shaharchasidan Toshkent davlat universiteti muallimlari va talabalari tomonidan nomzod qilib ko'rsatildim. Hukumat butun O'zbekiston bo'ylab mustaqil nomzodlarga qarshilik qilmaganiday, mening nomzodimga ham qarshilik qilmadi. Bu saylov Moskvaning vassali bo'lgan suveren O'zbekistonning ilk nisbatan erkin saylovi bo'ldi deyish mumkin. Albatta Islom Karimov o'z odamlari ro'yxatini o'tkazdi, ammo xo'ja ko'rsinga bo'lsa ham bizga o'xshagan sistema odami bo'lmagan kishilarga ham kvota berishga majbur bo'ldi. Buning tagida Nishonov davrida shakllanib ulgurgan birlik va yangi qurilgan Erk partiyasi a'zolarini o'z tarafiga tortish taktikasi yotardi albatta. Natijada Oliy Kengashga 5% partiyasi bo'lgan kishilar ham kirib qoldi. Ularning ichida Kamina ham bor edi. Partiyasiz iborasi kompartiya a'zosi bo'lmagan kishi ma'nosini berardi. Men nafaqat kompartiya a'zosi emasdim, balki antikommunist edim. KGB rus aholisi ichida darrov tashviqot boshlab, Muhammad Solih deputat bo'lsa, xotinlarga parranji kiydirish haqida qonun qabul qildiradi deya mish-mish tarqata boshladi. Bu tashviqot meni saylayotgan okrugda yashovchi ruslarni 100% ishontirdi. Saylov natijalarida bu yaqqol ko'rindi. Professorlar shaharchasi deb atalgan bu bo'lgadagi rus saylovchilar umumining 11%ni tashkil qilar ekan. Men ham ovozlarni naq 89%ni olibman. Ruslardan hech kim menga ovoz bermagandi. Bu qadar aniq raqamni umrimda ko'rmagandim. Yana kommunistlarning parlamentiga ilk antikommunist kirgandi. Amerika safari. Shu qizg'in kunlarda Amerikaning Moskva buyuk elchiligidan Amerika Qo'shma Shtatlariga 1 oylik safar taklifi oldim. Safar 1-martdan oy oxirigacha davom etib, butun Amerika bo'ylab o'lkaning milliy ozchilik liderlari bilan uchrashishni ko'zda tutgan edi. Safarga Sovet ittifoqidan 4 kishi taklif etilgandi. 1 kishi Gurjistondan, 2 kishi Rossiyadan va men O'rta Osiyodan. Mening Amerikaga ilk safarim edi. Safarni Washingtondan boshladik. Keyin boshqa shtatlarga o'tdik. Turli xalqlar vakillari bilan qiziqarli uchrashuvlar bo'ldi. Biz Seattle shahriga kelganimizda mashhur antisovetchi muarrix Boymirza Hayit telefon qildi. Men Nyu-Yorkka keldim. Olmoniyadan maxsus sizni ko'rish uchun keldim. Sizni shu yerda kutaman dedi. Nyu-Yorkda meni Turkiston jamiyati raisi Abdulloh Xoja kutib oldi. Jamiyatga Boymirza Hayit keldi. Quchoqlashdik, dardlashdik. Yana saudiyalik o'zbek diasporasi lideri Zuhriddin Turkistoniy ham kelgan ekan. Turkiyadan kelgan doktor Ahad Andijon bilan ham o'sha yerda tanishdim. Boymirza Hayit bilan birga fashist Olmon armiyasi tuzgan Turkiston legionida xizmat qilgan Ro'zinazar bilan ham o'sha yerda tanishdim. Bu kishi ham Sovet propagandasi tarafidan xuddi Boymirza Hayit kabi eng katta xoin deb e'lon qilingandi.
1990-yilning 24-mart kuni O'zbekiston Oliy Kengashining 12-chaqiriq 1-sessiyasida prezidentlik lavozimi ta'sis etildi va bu lavozimga O'zbekiston Kompartiyasining birinchi kotibi Islom Karimov prezident etib saylandi. Bu o'lkamizning chorak asrlik kelajagini garovga olayotgan bir shaxsning saylanishi edi. Taqdir meni bu odamga ovoz berish uyatidan asradi. Bu sessiya o'tganida men Amerikada edim. Bu kishilarning aksariyati bizning milliy harakatdan xabardor edi. Xususan, Boymirza Hayit Kaminaning Moskva nashrlarida bosilgan maqolalarini nomma-nom keltirganida hayratda qolganimni tan olaman. Ro'zinazar ham CIA'ning eski xodimi sifatida ko'p narsadan xabardor edi albatta. Faqat ularning hammasi xuddi kelishib olganday, sizlar juda shoshilyapsizlar, ehtiyot bo'lib harakat qilinglar, ruslar hali kuchli degan aqlli maslahatlar berishni kanda qilishmasdi. Ayniqsa ularga yaqinda biz O'zbekistonning mustaqilligini e'lon qilamiz, shu maqsadda Erk partiyasini tuzdik. Bu tashkilotning dasturidagi asos g'oya Sirdan ajralib chiqish va yangi mustaqil O'zbekiston qurish deganimda shoshib qolishdi. Xuddi bizni bir falokatdan qutqarishga chog'langan insonlar kabi kuyinib, biroz sabr qilinglar deya rijo eta boshladilar. Ammo men gapning postkallasini allaqachon aytib bo'lgandim. Men ularga harakatimizga sovg'a qilingan yangi kompyuter va ko'paytiruvchi mashinalarni ko'rsatib, bu texnikalar bilan mustaqillik deklaratsiyasini bosib o'zbek xalqiga tarqatamiz yaqinda. Xalqimiz sizlarni duo qiladi shunda. Siz ham hozir biz uchun, xalqimiz uchun duo qilinglar deganim esimda. Amerikalik o'zbeklar o'zbekistonlik o'zbeklarni shunday duo qilishgandi. Mafiyaga milliy vazifa. Oliy Kengashga deputat bo'lib saylanishim turli ijtimoiy qatlamlarda shaxsimga nisbatan ma'lum qiziqish uyg'otdi. Shulardan bittasi haqida qisqa bir hikoyani diqqatingizga havola qilmoqchiman. 1990-yilning aprel yoki may oyi boshlari edi chamamda. Bir kuni oqshom militsiya podpolkovniki Olimjon Sharopov telefon qildi. Aka, ertaga ertalab vaqtingiz bo'lsa bir uchrashmoqchi edim dedi. Men uyga emas, ish joyiga keling, soat 10da ishda bo'laman desam, podpolkovnik bir nozik masala bor. Mumkin bo'lsa sizni uyingiz oldida kutib tursam, keyin birga ketsak yozuvchilar uyushmasiga dedi. Gapni cho'zib o'tirmaslik uchun xo'p dedim. Bu odam mashhur Ahmadjon Odilov bilan birga ishlagan kishi edi. 80-yillar o'rtalarida Moskvaning paxta ishi deb nomlangan repressiv siyosatga qarshi chiqib, begunoh qamalgan o'zbeklar himoyasiga maqolalar yozgandi. Bu himoya qilinganlar ichida Ahmadjon Odilov ham bor edi. Podpolkovnik Sharopov shunga minnatdorchilik ramzi sifatida bizning yangi qurilgan Erk partiyamizga o'zicha ko'mak berib yurardi. Ertalab soat 9:30da uydan chiqdim. Pastda Olimjon kutib turardi. U, aka, shofyoringizga ayting, sizni Darxonda kutsin. Biz Darxongacha piyoda yursak, yo'lda sizga tushuntirsam masalan dedi. Aytavering, shu qadar sirlimi masalangiz deya biroz asabiylandim. Olimjon kechirim so'rab, juda muhim aka dedi jovdirab. Xo'p, yuring dedim. Badarxonga qarab yura boshladik. Podpolkovnik yurarkan ham hech sir bermadi. Gapni olib qochib 5 minutdan keyin aytaman muhim gapni deya sirli tirjayib yo'lida davom etdi. Keyin Darxonga yetganimizda biz yurayotgan trotuarning sog' tarafidagi bolalar parkida yog'ochdan qurilgan bir uycha oldida to'xtadik. Olimjon, shu uychada bir akamiz sizni bir piyola choyga kutyapti. Bilaman, nonushta qilmagandingiz deya yana tirjaydi u. Men bosh chayqadim xolos. Tishimni qisib yog'ochdan qurilgan uychaga kirdik. Birinchi ko'zimga tashlangan narsa yuqorida katta televizor osilgan edi. Bu menga ko'pchilik bo'lib futbol matchlari tomosha qilinadigan jamoat klublarini eslatdi. Ammo zal o'rtasida qo'yilgan uzun stoldagi noz-ne'mat klub atmosferasiga tamoman zid edi. Biz ichkariga kirib 2-3 odim otar-otmas o'rta bo'yli qorachadan kelgan mening yoshimdagi bir kishi peshvoz chiqdi. Undan orqaroqda bir yosh yigit turardi. Assalomu alaykum, xush kelibsiz aka deya 2 qo'lini uzatdi qorachadan kelgan notanish odam. Salomlashdik. Mening ismim G'ofur dedi va Olimjonga yuzlanib,
Har holda aytgandir ukamiz. Yo'q, ukangiz hech narsa aytgani yo'q dedim. Mayli, qani dasturxonga marhamat deya jilmaydi G'ofur va orqasida turgan yigitga choyni olib ket tezroq dedi. G'ofurning bir tishi oltindan edi. Dasturxon atrofiga o'tirdik. Deputatlik bilan tabriklaymiz aka dedi G'ofur non ushatarkan. Bu ishda bizga ham vazifa bo'lsa, bajonidil yordamga tayyormiz aka. Rahmat dedim men. Keyin unga qarab, uzr, siz G'ofur Rahimovsiz, ya'ni mashhur G'ofur dedim. Ha, G'ofur Rahimovman dedi odam kulib. Ya'ni mafiozi dedim men ham kulishga harakat qilib. Yo'g'i aka, biznesmenmiz zamonaviy aytganda dedi qahqaha otib mezbon. Keyin o'zini o'nglab, qani oshdan oling aka deya iltifot qildi. Rahmat, men ertalab hech narsa yemayman, uzr. Ammo siz bir milliy masalani bajarishga so'z bersangiz, shu palovdan 2-3 qoshiq olib rejimni buzishga tayyorman dedim kulib. Qo'limdan kelsa bajonidil aka dedi G'afur qiziqsinib. Qanday vazifa ekan u? Shu bizning yozuvchilar uyushmasi ro'parasidagi O'zbekiston mehmonxonasi ostida katta yozgi restoran, kafe bor, bilasiz, deb gap boshladim. Ha, bilaman, dedi mezbon. O'sha yerda ayniqsa yoz oylarida bir mafiozi maykada yastanib, hayvon kabi aroq piva ichib, o'z harakatlari bilan o'zbek xalqini haqoratlab, ertalabdan kechgacha maishat qilib yotadi. Shuni bu yerlardan daf qilsangiz, bir milliy vazifani bajargan bo'lasiz. Siz taniysizmi bu maymunni dedim. Ha, Narikmi? Albatta taniyman. Bir gapingiz aka, uni bu shahardan uzoqlashtiramiz dedi mezbon. Shu va'dadan so'ng rejimni buzib oshdan bir necha qoshiq olishga to'g'ri keldi. Osh farg'onacha lazzatli edi. Bu uchrashuv haqida do'stlarimga hikoya qilgandim. Ular siz aytgan armani maymun G'ofur bilan birga ish qiladi-ku. Qarg'a-qarg'aning ko'zini cho'qirmadi deya G'ofurning milliy vazifani bajarishiga ishonishmadi. Lekin keyingi yillarda G'ofur guruhi arman mafiyasini yo'q qilgani haqida xabarlar eshitdim. Bu naqadar to'g'ri, hozirgacha bilmayman. Bu voqeadan keyin G'ofur Rahimov bilan boshqa ko'rishmadim. Lekin G'ofur Rahimov nomi aralashgan bir voqea 2001-yili meni yana bir marta bezovta qildi. Bu haqda 2001-yil voqealari bo'limida aytib o'taman inshaalloh. Siz Muhammad Solihning Vodiyda o'lish taqiqlangan audio kitobi 6-qismini tingladingiz. Davomini Iltuz kanalining keyingi yo'yinlaridan izlang.